Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Dr. Akmashoh, urolog, andrologman va bugun biz sizlar bilan juda o'ta uyatli va o'ta bahsli bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi mavzu onanizm haqida to'liq ma'lumot beramiz. Unga tegishli bo'lgan mifmi, unga tegishli bo'lgan haqiqatlarni, umuman u haqidagi mana shu onanizm atrofidagi mavzular, uni qamrab olgan va siz o'ylab kimdan so'rashni bilmay uyalib yurgan, hattoki vrachga borganda ham so'rashga uyaladigan mavzularni shunga tegishli, ya'ni onanizmga tegishli bo'lgan mavzularni gaplashamiz. Va umuman onanizm organizm uchun zararlimi, foydalimi, bu haqida qanaqa miflar bor siz biladigan va u miflar haqiqatan mifmi yoki haqiqati bormi? Shu haqida gaplashamiz. Onanizm o'zi nima? Undan tashqari masturbatsiya nima? Bu organizmni, bu erkak kishini yoki ayol kishini, ayol kishilar ham onanizm bilan shug'ullanishi mumkin. Ehtiyojimi tabiiy, ya'ni o'zini tanasi xohlab shuni qiladimi? Yoki bu tabiatda inson o'zini jinsiy xohishini yengil qoniqtirish usulimi, osonroq, tezroq qoniqish usulimi? Buni faqat inson zoti qiladimi yoki hayvonlar ham amalga oshiradimi? Umuman bu so'zni ishlatishdan, bu so'zni qo'llashdan nima uchun erkak kishi uyaladi? Nimaga biz buni uyatli so'z deb qaraymiz va bu so'zni qanaqadir o'rnini bosuvchi yoki shu so'zni ishlatmaslikka harakat qilish haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Aslida umuman bu so'zni, ya'ni onanizm so'zini uyatli joy yo'q. Bu so'z tibbiyotda ham, diniy kitoblarda ham ishlatiladigan so'z hisoblanadi. Tibbiyotda ko'proq masturbatsiya so'zi ishlatiladi va onanizmni hisobiga kelib chiqadigan asoratlarni ko'proq masturbatsiyaga bog'lab, masturbatsiya hisobiga kelib chiqadi deb adashtirib yurishadi insonlar. Chunki inson onanizm bilan doimo shug'ullanib yuradigan bo'lsa, uni ruhiyatiga, uni sog'lig'iga va jinsiy tomondan uni tanasiga bu narsa ta'sir qila boshlaydi. Buni tushunib yetish kerak erkak kishi va shundagina ham ruhan ham jismonan shu narsadan qutulishi mumkin. Bugungi videomizda shu onanizm hisobiga erkak kishini yoki ayol kishining salomatligiga qanday foydasi, zarari haqida gaplashamiz va bunga tegishli bo'lgan afsonalarning ichida qanday siz bilmagan afsonalar borligini ham bilib o'tamiz. Demak, ketdik. O'g'il bolalar va erkaklar umuman onanizm bilan shug'ullanadimi? O'g'il bola shu kichkinaligidan boshlab bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, chaqaloqligidan jinsiy a'zosini qo'zg'ab ketayotganligini, qo'zg'alib turib olganligini, sekin-sekin bu ertakning qo'li bilan tegayotganda turib olayotganligini, ertaga pampersni tez turib turgan bo'ladi yoki negadir qo'li bilan ko'p o'ynayotgani yoki negadir orvatda achishyapti deb yerga ishqalayotganligini, jinsiy holatini ko'rishingiz mumkin. Bu jinsiy aloqaga bo'lgan umuman jinsiy gormonlarning ta'siri hisobiga va jinsiy a'zolarning rivojlanishi uchun tabiatdan berilgan instinktning bir belgisi hisoblanadi. Va bu hattoki onani ko'kragini so'rish vaqtidagi instinkt, bu sekin-sekin asta ertaga jinsiy voyaga yetib, jinsiy aloqa vaqtida ham shu instinktni qo'msash, to'yish hissini, tuyg'usini paydo bo'lishi va jismoniy lazzatlanish amalga oshishini shu erkak kishida yuzaga keladi, amalga oshadi shu narsa. Ya'ni ko'krakni emishi katta bo'lganda ham masturbatsiya, onanizm bilan shug'ullanishi bu yoshligidan sekin rivojlanib keladi. Ayniqsa bola o'sgan sari o'zining tanasini ko'radi, o'rganadi, qaysi a'zo qanaqa ko'rinishda, nima bo'lyapti, turib ketyapti yoki turmayapti, yoki terining ichida yoki tuxumlari va qiziqqandan tasodifan qanaqadir manipulyatsiya, misol uchun cho'milayotganda qo'li bilan tegib ketishi yoki yuvinayotganda, sochini olayotganda shu qanaqadir yoqimli hislar paydo bo'la boshlaydi o'zida va o'smirlik davrida testosteronning balandligi, juda ham balandligi hisobiga jinsiy holatni ereksiyaga to'laqonli kirishishi, uni o'sishi, tungi polyutsiyalarning bo'lishi, bu dastlabki jinsiy qoniqishning belgilari, jinsiy aloqaga bo'lgan tayinlanishni, o'sha onanizmgacha bo'lgan holatlarni keltirib chiqaruvchi belgilarning rivojlanishi yuzaga kela boshlaydi. Sekin asta jinsiy voyaga yetgandan keyin u endi ayol kishi bilan aloqa qilishga bo'lgan ishtiyoqi, imkoni yo'q. Imkon bo'lmagandan keyin u sekin-sekin qandaydir stimulyatsiya qilib qarama-qarshi jins bilan aloqa qilishga imkon yo'q-ku endi. Aloqa bo'lmagandan keyin zo'riqish bo'la boshlaydi tanada va tana majburiy ravishda shu qandaydir yo'l bilan yoki polyutsiya yo'li bilan yoki onanizm yo'li bilan, ya'ni masturbatsiya yo'li bilan urug'ni chiqarib olish ehtiyoji paydo bo'ladi o'g'il bolada. Va chunki nimaga desangiz, o'g'il bola hali ko'payish instinkti yoki nasl qoldirish instinkti kuchli bo'lgani bilan
iste'mol qilayotgan mahsulotlarni, ovqatlarni tarkibida testosteronni ko'paytiradigan, urug'ni ko'paytiradigan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilgani bilan, lekin hamma qarshi jinsdagi insonni yo'q, ya'ni o'zidan nasl qoldira olmaydi, o'zini jinsiy xohishini qondira olmaydi, majbur bo'ladi shu stimulyatsiya orqali, ya'ni onanizm, masturbatsiya orqali o'zini qondirishga. Bu narsa sekin-sekin asos bo'la boshlaydi, boshqa muammolarni keltirib chiqarishga. Agar haftada 2 marta yoki 3 marta masturbatsiya qiladigan bo'lsa erkak kishi, bu norma hisoblanadi. Bu kasallik emas. Lekin har kuni 2-3 marta masturbatsiya qilib, o'zini jinsiy xohishini qondiradigan bo'lsa, buni doim bemorlarga tushuntiraman. Bu sekin-sekin onanizmga, ya'ni ruhiy bog'lanib qolishga, ertaga o'zini o'zi qondirish bilan faqat jinsiy aloqa qilishiga, ayoli bilan aloqa qila olmasligiga, faqatgina qo'li bilan teganda olat qo'zg'alishi, ayol kishiga teganda qo'zg'alishi bo'lmasligiga olib keladi. Mana hozir endi onanizmning o'zi erkak kishiga foydasi bormi? Shu haqida gaplashamiz. Hozir bu narsani men gapira boshlaganimda ko'p erkaklar bu videoni keyingi mana qismlarida o'ylashi mumkinki, bu agitatsiya qilyaptimi bizga masturbatsiyani, nimaga foydasini gapiradi deb qarshi chiqadigan insonlar, erkaklar bo'lishi mumkin. Hozir aytadigan gaplarim bu masturbatsiya qilayotgan erkak kishining tanasida bo'ladigan o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Qilsangiz shunaqa o'zgarish bo'ladi emas, qilinganda shunaqa o'zgarish bo'lishi haqida gaplashamiz. Shunday erkaklar ham borki, qattiq stressli vaziyatlarga ko'p tushadi va bunday vaziyatda o'zini tinchlantirish uchun, o'zini xohishini qondirish maqsadida, stress gormoni kortizolni kamaytirish maqsadida biladiki, o'sha narsa orqali hamma stress gormonlari parchalanib, o'zini yengil his qila boshlaydi. Bu onanizm bilan shug'ullanadi va o'sha masturbatsiya bilan shug'ullanib, urug'ni chiqarib yuborishi bilan tanasida butunlay teskari vaziyat keta boshlaydi. Ya'ni o'zini yengil his qilishi, o'zini uveren, ya'ni o'ziga to'laqonli ishonadigan bo'lishi, charchoqlari chiqib ketishi va bu haqiqatda shunaqa bo'lishi mumkin erkak kishida. Buni siz hattoki kinolarda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Erkaklar bir-biriga stressli vaziyatda ishlaydigan erkaklar bir-biriga shu narsani tavsiya beradi. Shu stressdan qutulish uchun, chiqib ketish uchun. Yosh yigitlar bunga kulishi mumkin, chunki ularda bunday vaziyat bo'lmaydi. Yosh katta erkaklarda bu stressli vaziyatlarda bu narsani oddiy deb qaraydi bu narsaga va bu narsa hisobiga menda ayolim bilan aloqa yo'qolib qoldi demaydi. Bu norma deb hisoblaydi ular va aloqani ham o'z vaqtida qilib yuradi. O'zini qanaqadir men kasal ekanman, men masturbatsiya qilib chiqarib yubordim, endi men kasalman deb qaramaydi. Xuddi stress bo'lgan vaziyatda qandaydir o'sha dorisini ichib yuborgandek vaziyat, shunday holat manipulyatsiya deb qabul qiladi. Bu narsani masturbatsiyani plusi deya olmaymiz, lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Tanada urug' ishlab chiqarilishi 72 soatda tayyor bo'ladi va 72 soatdan keyin u tashqariga chiqib ketishi kerak, ya'ni 3 kundan keyin tashqariga chiqib ketishi kerak. Agar tashqariga chiqmasdan 3 kun, 4 kun tursa organizmda hech narsa qilmaydi. Shu 3-4 kun ichida erkak kishini urug'ini chiqishi uchun miya testosteronni ko'taradi va aloqaga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Aloqa bo'lmasa, urug' tashqariga chiqmasa, bu urug' dimlanib, 5-chi, 6-chi, 7-chi kundan dimlanib, tanada testosteron pasayadi, urug' foizi pasayadi, urug'lar quyuqlashib, sarg'ayib, yopishqoq bo'lib, tashqariga polyutsiya orqali chiqib ketdi, masturbatsiya qilinmasa, qolib ketsa, bu dimlanib, moyakni, prostatani shamollab qolishiga olib keladi. Shuning uchun bu narsa o'z yo'sinida ketib tursin, aloqa bo'lmasa ham chiqib ketib, qo'lanish yaxshilanib, jinsiy a'zolarida urug' yengillanib tursin degan maqsadda ba'zi erkaklar buni onanizmni regular ravishda amalga oshirtiradi, shamollab qolmaslik uchun. Bu bilan ayoli bilan aloqa qilmayapti degani emas, ayol bilan ham aloqa qiladi. Chunki shunaqa vaziyatlarda ayol kishida menstruatsiya kelib qolgan, kimdadir uzoqroq 7 kundan 15 kungacha cho'zilib ketadi ayollarda. Bunday erkak kishi zino qilmaslik uchun, xato qilib shamollab qo'ymaslik uchun shunday qilish ehtimoli bor u erkaklarda. Endi umuman yaxshi tomonlardan bittasi masturbatsiya bilan shug'ullangan erkak kishimi, ayol kishimi masturbatsiya vaqtida tanasidagi, jinsiy a'zosidagi sezgi joylarini, zonalarini, trigger zonalarini, o'zini tanasini o'rgana boshlaydi. Qanday tempda ishlasa, qanday tempda ishqalansa, qanday pozada yoki qanday holatlar buni qo'zg'ata bilishini, qanday vaqtdan keyin olatni to'laqonli qo'zg'alishini, qanday vaqt turib tashlashini, hammasini tanasini o'rganadi. Chunki ko'p erkaklar o'zini tanasini, jinsiy a'zolarini anatomik jihatdan qanday tuzilganligini yoki aloqa vaqtida qanday tempda ishlasa yaxshi ishlashini bilmaydi. Faqatgina shu o'zi bilan o'zi tanasini o'rganish maqsadida qilinayotgan onanizm, mana masturbatsiya bilan shug'ullanayotgan vaqtida bu narsani to'laqonli tushunib yetadi. Hattoki shu eyakulyatsiya vaqtida, ya'ni urug'ni tashlash vaqtida, masturbatsiya vaqtida to'xtatish, pauza qilish, chiqarish, ya'ni aloqani vaqtini, urug' tashlash vaqtini cho'zish maqsadida o'zini eyakulyatsiyasini boshqarishni ham o'rganadi erkak kishi. Yana bir narsa bor, ko'p erkaklar hozir Toshkentning o'zi shahar o'zida emas, oilasi shaharda yoki oilasi viloyatda, o'zi shaharda ishlaydi, o'zi viloyatda, ayoli shaharda qolgan, komandirovkaga yurishadi, tadbirkorlar orasida ko'p mana va komandirovkaga ishxonadan jo'natishadi. Bu erkaklar shu noto'g'ri yo'lga yurib qo'ymaslik uchun, noto'g'ri infeksiyaga tushib qolmaslikdan qo'rqishadi. Ixtiyoriy erkak kishi bundan qo'rqadi. Shuni oldini olish maqsadida
ayoli bilan suhbatlashadimi, video yozuv qiladimi yoki telefon orqali gaplashadimi, nima qilib bo'lsa ham o'zini qo'zg'atib, urug'ni qo'l bilan masturbatsiya orqali chiqarib olishga harakat qiladi. Bu yo'l bilan ayol bilan munosabat yaxshiligini, ham ayoli xursand, что faqat eri buni yaxshi ko'radi, ham ayoli hayolidan yomon fikr o'tayotgani yo'q, degani bilan yurgandir degan. Ham eri xursand, ishini oddiy yo'l bilan ayol bilan gaplashib, ham suhbat qilyapti, ham urug'ini chiqarib olib, o'zini jinsiy a'zosi shog'illab qolmaslikka olib kelmoqda. Endi bu uylangan erkaklar orasida masturbatsiyani foydasi haqida aytildi. Foydasi emas, bu erkak kishiga yaxshi ta'sir qiladigan tomoni deylik. Lekin uylanmagan erkaklarda-chi? Uylanmagan erkaklarda bu masturbatsiyani bo'lganligi begona ayollarga borib, qandaydir chiqib ketish qiyin bo'lgan infeksiyani yuqtirib qo'yishini oldini oladi. Bir tomondan qo'rqitadi, ikkinchi tomondan yo'q bo'lsa kasal, bu davolanish kerak, bu xarajat, bu yana stress organizm uchun. O'sha narsa bo'lmasligi uchun tinchgina masturbatsiya qilib qoladi va urug' chiqarib, ko'ngli xotirjam, o'zini ehtiyoji qondirildi, yana ishini ishlashda davom etaveradi. Ana endi masturbatsiyani organizmga yaxshi ta'sir tomonlarini ko'rib chiqdik, lekin uni zararli tomoni ham bor. Uni ham bilib oling. Onanizm o'zi zarar, masturbatsiya zarari yo'q. Onanizmning qanaqa zarar tomonlari bor? Onanizm degan bilasizlar, bu kuniga 3 martadan ko'p marta urug' masturbatsiya chiqarib tashlash va haftasiga 5-6 martadan juda ko'p marta foydalanish. Fikr xayoli masturbatsiyada bo'lsa, bu onanizm yoki onanist, o'sha shug'ullanadigan odam onanist deyiladi. Va onanizmning organizmga qanday ta'siri bor? Birinchi navbatda ruhiy ta'siri bor. Bu orqali fikr xayolda faqat shu narsa bo'lganligi uchun asosiy ishi, maqsadi, hayotdagi o'rnidan chetga o'tib qoladi. Xayolda faqat shu narsa bilan kuni o'tadi, shu narsa bilan ertalab kuni boshlanadi va shu bilan kun tugaydi. Bunga qo'pol aytganda qaram bo'lib qoladi, ya'ni narkomandek bog'lanib qoladi. Onanizm masturbatsiya bilan doimo shug'ullanadigan, tinmasdan kuniga 5-6 marta shug'ullangan odamda albatta tanasida ruhiydan tashqari jismoniy o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Birinchi navbatda urug'ni yetilib ulgurmagan hisobiga urug' chiqmay qolishi. Urug'ni foizi pasaydimi chiqmagandan keyin jinsiy holatni sezuvchanligini pasayib qolgan hisobiga sezmay qoladi. Golovkani sezuvchanlik pasayib qoladi. Ishqalanish kuchli, trening ko'p bo'lgandan. Bu ko'p masturbatsiya qilganda urug' chiqmagan uchun erkak kishi avtomatik ravishda ko'proq ishqalasam tezroq orgazm olaman, urug' chiqadi deb o'ylaydi, lekin ko'p ishqalanib, ko'p trening bo'lgandan qo'l jinsiy holatning boshchasi sezuvchanligi pasayib qoladi. Bu urug' chiqmagandan keyin qattiq stressga ham tushib qoladi, urug' chiqmayapti deb. Va endi bu ko'p masturbatsiya qilgan urug' foizi, uni tiriklari foizi pasaya boshlaydi. Agar tekshirilsa, masalan, tushib o'tgandan keyin shunday bo'ladiki, bu inson har qanday vaziyatda shuni masturbatsiya qilishga harakat qila boshlaydi. Ko'chada insonlarga qarab, kinoni o'zi buni stimulyatsiya qilishi ehtimoli tushib ketib, bu insonlarga, ayollarga qarab, ko'chadagi insonlarga qarab masturbatsiya qilishga o'zida shunga qanaqadir ehtiyoj topa boshlaydi va bu hisobiga miyada nevroz, ya'ni ruhiy zo'riqish paydo bo'ladi. Ruhiy zo'riqish. Bu qutula olmayman deb tana xohlaydi, o'zi miya davay qilgin deb shuni majburlaydi. Endi agar masalan siz masturbatsiya bilan juda ko'p shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bir kunda 5-6 marta shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bu ertaga siz urug' topshiraman desangiz 3 kun 5 kun saqlaning, chunki ko'p miqdorda urug' chiqishi, ko'p chiqarishga harakat qilish urug'ni ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan mahsulotlarning oziq moddalarining kamayishiga va ertaga urug'ni yetilishini, ishlab chiqarilishini, ya'ni zavod chiqarib berish kerak, baribir sizdan oziq modda tanangizdan oladi-ku. Kam bo'lib chiqa boshlashiga точно olib keladi, chunki tanangizda oziq modda kamayyapti, ishlab chiqayotgan mahsulot ham kam chiqa boshlaydi. Shuning uchun agar urug' topshirmoqchi bo'lsangiz, shu narsani bilmoqchi bo'lsangiz, urug'ingiz foizi qanaqa? 3 kun 5 kun saqlaning, jinsiy aloqadan to'laqonli uyqu qiling, to'g'ri ovqatlanib, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni qabul qilib, kelib topshirsangiz bo'ladi. Umuman mana onanizm haqida gaplashdik, masturbatsiya haqida gaplashdik. Buni yechimi bormi? Nima qilish kerak agar sizda o'sha onanizm bo'lsa, ya'ni ko'p masturbatsiya. Agar sizda masturbatsiya bo'lsa, haftada 2 marta masturbatsiya qilayotgan bo'lsa, siz uylanmagan bo'lsangiz yoki uylangan bo'lsangiz, hech qisi yo'q, bundan xavotir olmaslik kerak. Chunki bu siz tanangizning ehtiyoji. Lekin kuniga 3-4 martadan ko'p 5-6 marta masturbatsiya qilayotgan bo'lsa, har kuni masturbatsiya qilayotgan bo'lsa, bu onanizm deyiladi va bu sizga ehtiyojlaringizdan o'tib ketgan ehtiyoj bo'lib, sizni zararingizga ishli boshlaydi, sog'lig'ingizga zararga ta'sir qiladi. Ayniqsa balog'at yoshiga yetganda ko'p kuzatiladi bu narsa. Haqiqiy jinsiy hayot boshlanishigacha o'zini startini beraveradi va bu ertaga muammo keltirib chiqaradi. Haddan tashqari bu ehtirosdan oshishiga sabab bo'lgan narsalar bor. Haddan tashqari masalan tor kiyim kiyish jinsiy holatning ishqalanishiga, ehtiroslarni qo'zg'alishiga yoki pornografik filmlar, ehtiros qo'zg'atadigan videolar, qisqa rasmlar, raqslar, shu erotik raqslar, o'yinlar, filmlar, suhbatlar, hikoyalar, bular hammasi tush ko'rishlar, bular hammasi ta'sir qiladi shu ehtirosni qo'zg'ab, urug'ni chiqarishga majburlashga sizni. Kitoblar, hattoki yoki jinsiy aloqa haqidagi mavzular ham bu stimul bo'ladi va sizni onanizm qilib qo'yishingizga olib kelishi mumkin.
Bir marta ikki marta bo'lsa haftada shunaqa qo'zg'atuvchi narsalar bir marta bo'lsa haftada bu hech narsa emas. Endi bu narsalarni yuqorida aytgan narsalarni yo'qotish mumkin. Siz hayotdagi maqsadingizni belgilab olgan bo'lsangiz, maqsadingizga erishish uchun nimalar qilishingiz kerakligini belgilab olgan bo'lsangiz, o'sha narsalardan cheklanmaslikka harakat qilishingiz kerak. Uyqu o'z vaqtida nazariy bilimlarni egallash, sport o'z vaqtida bo'lishi, keragidan ortiq sport ham bo'lmaydi. Uyqu ham keragidan ortiq bo'lishi kerak emas. Bilim, teoriya, nazariy bilim olish ham keragidan ortiq bo'lishi kerak emas. Men ko'p qaytaraman, masturbatsiyani ko'p qilayotgan insonni, demak, vaqti ham ko'p deb bekorchi bo'ldimi, miyasiga fikrlar kelaveradi. Nimadir qilish kerak. Tana, miya shu davay kitob o'qi, davay mana ish qil degan narsa emas, aksincha osonroq, tezroq bo'ladigan ehtiyojlarni qondirish yo'lini tavsiya beradi u sizga. Agar shu yuqorida aytgandek shu odatga tusiga kirib qoldimi masturbatsiya qilish, bo'ldi, shu narsani yo'qotish uchun men yuqorida aytgan narsalar bor bo'lsa, shularni yo'qoting. Shunda sizda organizm sekin-sekin o'zidan yo'qoladi. Stimul qiladigan vaziyat, ko'rinish, holat, kitob, video, rasmlar hammasi ta'sir qiladi. Agar yuqorida aytgan sabablar hammasi yo'qotilsa, organizm o'z-o'zidan sekin yo'qola boshlaganini his qilasiz. Sizni ko'proq ish bilan mashg'ul bo'lishingizga, ko'proq shu asosiy maqsadingizga qarab intilishingizga, mana nima bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin. Kitob o'qishingiz, namoz o'qishingiz, jismoniy harakat, sportingiz bor. Uyqu o'z vaqtida, uchrashuvlar o'z vaqtida, sizni bekorchi vaqtingiz yo'q. Shunda sizda organizm bilan shug'ullanish, organizmni amalga oshirish haqida fikrlar yo'qolib ketadi o'zida. Bir haftada 2 marta нужда, ya'ni ehtiyoj hisobiga sizda bir marta 2 marta masturbatsiya bo'lishi mumkin va bu sizni tanangizga yuqorida aytgandek zarar qilib qo'ymaydi. Aksincha, qonlashni yaxshilab urug' chiqib ketib, yangilanishiga sabab bo'ladi. Organizmni oldini olish uchun o'g'il bolalar, erkak zotiga beriladigan asosiy maslahat sport bilan shug'ullanish, toza havoda sport bilan shug'ullanish, uyqu o'z vaqtida bo'lishi, yetarlicha kerakli vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilinsa, organizmga bo'lgan ehtiyoj sekin-sekin o'zi ketaveradi, yo'qoladi va qandaydir bir mehnat bilan shug'ullangan ma'qul. Bekorcha, ishsiz vaqtincha bo'lib yurganda, albatta organizm yana tiklana boshlaydi. Albatta sizlarga yana o'sha eski narsani qaytaraman. Ushbu videoga tegishli bo'lgan sizdagi qanday vaziyatni kommentariyada yozib qoldiring. Nima qilgansiz, nima bilan qaytardingiz yoki nima bilan qaytarishga harakat qildingiz, lekin qaytib keldi yana. O'shani yozing, menga bu qiziq, men o'qib chiqaman. Kerak bo'lsa o'shani yechimini ham olish uchun video olamiz. Bu videoni boshqa masturbatsiyadan qiynalib yurgan erkaklarga ham yetib borish uchun podpisatsiya qilib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.